Assalomu alaykum, musohibada yurgan barcha qadrli hamyurtlarimiz hamda Ishonch Aviani qadrli kuzatuvchilari hamda qadrdon mijozlarimiz. Sizlar bilan yangi videoda ko'rishtirganimizdan juda ham xursandmiz. Bu galgi videomizda Moskva shahridan O'zbekistonning barcha shaharlariga eng arzon bo'lgan biletlar haqida ma'lumot berib o'taman. Bo'lmasam boshladik. Eslatib o'taman, agar sizni shahringiz ushbu ma'lumotlarda chiqmay qolsa, ushbu ekranda turgan raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Rossiyani qayerda bo'lsangiz ham bizdan onlayn tarzda biletlarni sotib olishingiz mumkin. Ushbu raqamlarimiz doim aloqada. Imkon qadar Telegramdan yozishga harakat qilinglar, chunki WhatsApp va boshqa messenjerlar Rossiyada ishlamayapti. Ya'ni sizda ham, menda ham Rossiyada bo'lsangiz WhatsApp ishlamayapti. Shuning uchun imkon qadar Telegramdan yozing yoki qo'ng'iroq qilinglar. Operatorlarimiz sizlarga javob berishadi. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, birinchi bo'lib Vnukovadan Toshkent shahriga hozirgi kunda, ya'ni 16-fevraldan boshlab to fevralning oxirigacha bo'layotgan narxlar. 4800 rubldan boshlab bez bagaj reyslarimiz bor, ya'ni Toshkentga 4800 rubldan bez bagaj 5 kilo olishni o'ylaring bo'ladi xolos va 7000 rubldan boshlab 20 ga 5 bagajlar bo'ladi. Bu Vnukova Toshkentga. Samarqand shahriga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz uchun Samarqand shahriga ham narxlar xuddi shunaqa. 4800 rublga bez bagaj, 7000 rubldan boshlab esa bagajli reyslarimiz mavjud. Qashqadaryo, Qarshi shahriga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz uchun narxlarimiz 7800 rubldan boshlab bez bagaj hamda 8000 rubldan boshlab 23 ga 8 bagajli reyslarimiz mavjud. Surxondaryo, Termiz shahriga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz bilishadi, u yerga har doim narx azaldan qimmatroq bo'lgan, boshqa oylarga nisbatan, boshqa viloyatlarga nisbatan har doim qimmat bo'lgan. Bu safar ham xuddi shunday. Termiz shahriga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga 11500 dan boshlab bez bagaj hamda 13000 rubldan boshlab 23 ga 8 bagajli reyslarimiz mavjud. Surxondaryo, Termizlik hamyurtlarimiz Qarshiga yoki Samarqandga uchsalaring sizlarga ancha pul ekonomik qilasizlar. Chunki ko'pchilik mijozlarimiz aynan shunday qilishadi. Urganchga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga Urganch shahriga 8000 rubldan boshlab bez bagaj, ya'ni 8 kilo olishni o'ylaring bo'ladi. 9,5 mingdan boshlab esa 23 ga 10 bagajlar bilan uchishlar mumkin fevral oyiga, ya'ni Urganchlik hamyurtlarimiz. Vodiy tomonlarga o'tadigan bo'lsak, Vodiy tomonlarga ham narxlar hozir yaxshi. Vnukovadan Farg'onaga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz 7600 rubldan bez bagaj uchishlar mumkin, ya'ni 8 kilo olishni bo'ladi va 10500 rubldan boshlab esa 23 ga 8 bagaj bilan reyslar mavjud. Namangan shahriga ham narxlar deyarli shunaqa, faqat bez bagaji Namanganga 9700 rubldan boshlab turibdi, lekin bagajligi Farg'ona bilan bir xil. 10500 rublga bagaj bilan Namangan shahriga uchishlar mumkin. Ko'pchilik vodiyliklar yoki Andijon boshqa joydagilar O'sh shahriga uchmoqchi bo'lishadi. O'sh shahrida hozir narxlar biroz qimmatroq, ya'ni O'shga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga vodiyga uchishni ham tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Chunki Vnukovadan O'shga uchmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga eng arzon bilet hozirgi kunda 11600 rubldan bez bagaj, ya'ni 5 kilo bilan uchishlar mumkin. 14500 rubldan boshlab esa 20 ga 5 bagaj bilan uchishlar mumkin. Video davomida Buxoro shahri tasodifan qolib ketgan ekan va men buni zakadib aytib beraman. 5000 rubldan boshlab bez bagaj hamda 7500 rubldan boshlab 20 ga 5 bagaj bilan Buxoro shahriga uchishlar mumkin. Sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan biletlarim aynan shundan iborat edi. Xudo xohlasa tez kunlarda Ramazon oyi boshlanadi. Juda ham ko'pchilik hamyurtlarimiz, o'zim tanishlarimdan ham ko'pchilik yil davomida musofirlikda ishlab, aynan Ramazon oyida uyga ketishni reja qilishadi, ya'ni oila davrasida Ramazon ro'zasini tutishi va ibodat qilishni ko'pchilik xohlashadi va shuni niyat qilib yurishadi. Aynan shu hamyurtlarimiz uchun juda ham yaxshi narxlar chiqqan hozir. Agar sizda ham shunaqa shunaqa niyat bo'lsa, albatta bizga qo'ng'iroq qiling. Biz bundan yordam berishdan juda ham xursand bo'lamiz. Xo'p do'stlar, sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha o'zlaringni asranglar.